Ya'ni mahshar maydonida qiyomat kunida hamma o'zini olib qochar ekan, savobi hamma o'zini savobini o'ylar ekanda, hech kim bir-biriga qaramas ekan, hatto ota-onalar ham. Lekin bitta inson sizga borini berishga tayyor turar ekan. Ular kim bilasizmi? Ukani jannatga kirishiga bir hissa savob yetmayotgan bo'lsa, opa bilan singil kelar ekan, mana men beraman deb. Lekin boshqa biror bir inson kelmas ekan oldiga. Lekin shunaqa ukalarni ko'rdik, opalardan hech qachon xabar olmaydi singlisidan. Lekin men mana bu insonni ta'rifini eshitib, to'g'risi havas qildim. Men ham shu insonga o'xshab singlimni yo'qlaydigan, opamni yo'qlaydigan bo'lay deb hozir o'qib beradigan maktubim sizga atalgan. Ya'ni opamiz yozdilar, hoji onamiz yozdilar, opalaringiz nomidan. Assalomu alaykum, aziz va mehribon ukajonim. Bugun qalbimizda so'z bilan ifodalab bo'lmas darajada faxr, quvonch va minnatdorlik bor. Qizingni baxtli kelin qilib uzatayotgan mana shu ulug' kunda seni chin yurakdan tabriklaymiz. Alloh nasib qilgan bu baxtli kuning muborak bo'lsin ukajonim. Otamizdan ayrilganimizdan keyin sen biz uchun faqat uka bo'lib qolmading. Sen bizga ota o'rnini bosding. Yelkangda og'ir mas'uliyat bo'lsa ham bir kun ham shikoyat qilmading. Opa singillaringga, yaqinlaringga, jiyanlaringga mehr berib, har birimizni qanoting ostiga olding. Sen biz uchun ota desa ota, uka desa uka bo'lding. Yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham doim yonimizda turding. Hech qachon charchadim demading. Hech kimdan mehringni ayamading. Jiyanlaring uchun jonini fido qiladigan inson bo'lding. Yaqinlari uchun yuragini beradigan inson bo'lding. Sen bergan tarbiya, mehr va halollik bugun qizingning baxtli kelin bo'lib uzatilishida yaqqol ko'rinib turibdi. Ukajonim, sening mehribonliging, sabring oldida barchamiz bosh egamiz. Alloh seni doim sog' salomat qilsin. Oilangni tinch, xonadoningni fayzli, farzandlaringni baxtli qilsin. Qizingning baxti o'zingga 1000 barobar bo'lib qaytsin. Bugungi quvonching umr bo'yi davom etsin. Shu fursatdan foydalanib, ham aka, ham ota, ham suyanch bo'lib kelganing uchun senga cheksiz rahmat aytamiz. Uka, seni juda yaxshi ko'ramiz. Sen bilan faxrlanamiz. Alloh seni bizdan, bizni sendan ayirmasin. Ukajonim, boringga shukr deya